O'zbekiston bo'ylab, butun dunyo bo'ylab ustalarni eng yomon ko'radigan gapini aytaymi sizlarga. Masalan, men o'zimdan kelib chiqib aytaman. Ishingizni qiladi, keladi, bitiradi. Masalan, biz elektrikmiz, qatlam bir yerda ishlaysiz yoki-da o'chirasiz, hayotingizni risk qilib ajal bilan olishib ishlaysiz. Necha pul bo'ladi? Masalan, 1 million yoki 2 million bo'ladi desa, "Yo, nima deyapsan? Mana bunaqa pul bo'lmaydi. Sen 5 minutda bitirolsan, ana nima deydi? 400 ming beraman, 2 kishilar 200 mingdan bo'lib olasanlar." Mana shunaqa gaplar eng yomon ko'radi. Mana shu gapni usta eng yomon ko'radi. Chunki o'zingizning qo'lingizdan kelmayapti shu narsa. Bu chunki sizdan 1 million so'rayapti, demak qanchadir umrini sarflagan shuni 5 minutda qilish uchun. Iltimos unaqa gapni gapirmanglar. Eng yomon ko'radigan gapimiz mana shu gap. Boshqa nima desanglar deylar, lekin bu gapni gapirmanglar.